Diniy jamiyat va dinsiz jamiyat bor deb tasavvur qilib ko'ring. Bugun Sharq va G'arbda bu holatning guvohi bo'lib turibmiz. Odamlarning dinsiz kechayotgan hayoti mushkulotlarga to'la ekanini ko'ryapmiz. Bunday jamiyatda insonning qadri zoyi bo'ladi. Bunday odam o'zining dunyoga nega kelganini, bu dunyoda yashashdan maqsadi nima ekanini bilmay yashaydi. Shuning uchun u xohish istaklariga, nafsiga mag'lub bo'ladi. Qotilliklarning qurboniga aylanadi. Chunki bunday odamning yashashdan maqsadi yo'q. Bu haqda tasavvuri ham yo'q. Shuning uchun dindan uzoqda bo'lgan ko'pchilik insonlar mashaqqatlarga to'la bu hayotiga tezroq nuqta qo'yishni istaydi va o'z joniga qasd qiladi. Ular o'z joniga qasd qilishni, o'limni bu dunyoning tashvishlaridan qutulish deb o'ylashadi. Ba'zilar esa bu tashvishlarni unutish uchun bir umr mastlikda yuradi. Dindan uzoq bo'lgan jamiyatlarning ko'pchiligi haftalab bu sarxushlikdan o'ziga kela olmaydi. Buning qanday ayanchli oqibatlarga olib kelishi barchamizga ma'lum. Qotilliklar, qon to'kishlar insonning hech qanday qadr-qimmatini qoldirmaydi. Bu borada olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar ham buni isbotlaydi. Dinga e'tiqod qiladigan kishi e'tiqodsiz kimsadan ko'ra afzal va yaxshiroqdir. Dinga e'tiqodi bo'lgan jamiyat garchi qashshoq bo'lsa-da, dinga e'tiqod qilmaydigan jamiyatdan ko'ra afzal hayot kechiradi. E'tiqodi yo'q jamiyatda muammolar juda ko'p bo'ladi. Masalan, ularning oilaviy hayotini olib ko'raylik. Er-xotinning turmush tarzi din bilan tartibga solinmas ekan, hech qachon tinch, osuda bo'lmaydi. Iqtisodiy holat ham xuddi shunday. Barcha mol-mulk ma'lum bir kishilarning qo'lida, qolganlarda deyarli hech narsa yo'q. Bunday jamiyatlarda ayol kishiga faqat shahvat ko'zi bilan qaraladi. Demak, dindan uzoqlashar ekanmiz, asl maqsaddan, risolatdan va insoniy qadriyatlardan yiroqlashgan bo'lamiz. Natijada jamiyatda yomonlik, zulm hukm suradi. Yovuzlikka, mast qiluvchi ichkiliklarga qiziqish ortadi, oilaga, sog'lom turmush tarziga rag'bat yo'qoladi. Ota-ona bilan farzand o'rtasida munosabatlarga ham putur yetadi. Iqtisodiy hayot esa ribo va qimor bilan to'lib toshadi. Oqibatda gunohlar keskin ko'payib ketadi. Shu bois inson doimo dinga ehtiyoj sezadi va undan hech qachon behojat bo'lmaydi. Dindan uzoqlashgan, uni tark qilgan kishi tez orada cheksiz mashaqqat va muammolarga duch keladi. Bu juda katta mavzu. Shu bois uning muhim jihatlarigagina to'xtalib o'tamiz. Xulosa shuki, o'zini dindan ajralgan deb e'lon qilgan g'arb jamiyatida ham qamoqxonalarga musulmon, nasroniy va hatto buddaviy da'vatchilar taklif qilinib, mahbuslar o'rtasida targ'ibot ishlarini olib boriladi. Hatto buning uchun ularga haq to'lanadi. Chunki g'arb olami dinga e'tiqod qiladigan kishining qadriyatlar mezoniga ega bo'lishini, ishida qat'iyatli bo'lishini o'rganishgan. Demak, insoniyatning dinga ehtiyoji bor. Rossiyadagi kommunistik tuzum dinga qarshi kurashib, millionlab odamlarning hayotini parokanda qilgani barchamizga ma'lum. Ammo dahshatli ahvolga tushib qolgach, noiloj dinga qaytishga, oilaviy hayotda, iqtisodiy turmushda ma'lum bir nizomlarga amal qilishga majbur bo'ldi. Oldimizda ikki yo'l bor. Yo dinni inkor qilish, yo dinga ergashish. Dinni inkor qilgan davlatlar qadimda ham bo'lib kelgan, hozir ham bor. Ular buning natijasida qanday qiyinchilik va muammolarga duch kelganligi barchamizga ma'lum. Shu bois dinga juda qattiq ehtiyoj bor. Allohga iymon keltirishdan, dinga e'tiqod qilishdan boshqa chora yo'q. Insoniyat dinga nihoyatda muhtoj va undan hech qachon behojat bo'lmaydi. Dinsiz jamiyatda, davlatda, oilada va shaxsda juda qattiq mashaqqatlar, muammolar yuzaga keladi. Biz qaysi dinga da'vat qilamiz? Biz Alloh taolaning fazli bilan musulmon sifatida yagona haq din islom deb e'tiqod qilamiz.
هو دين الإسلام. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlarning so'nggisi ekaniga, u zotga yuborilgan din esa butun insoniyat ergashishi lozim bo'lgan din ekaniga ishonamiz. الذي يلزم على كل البشر أن يدخل فيه. لماذا تقدم كنظرة Nima uchun bu dinni boshqa dinlardan ustun deb bilamiz? Har qanday din ham yaxshi emasmi? Agar shunday bo'lsa, aytaylik, buddaviylikka chorlamaymiz. Boshqa dinlar bor-ku, nega aynan islomga da'vat qilyapmiz? بدل هذا الدين Bu savollarga javobimiz tayyor. Islomni boshqa dinlardan afzal va ustun qo'yishimizga yetarli asoslarimiz bor. الإسلام على غيره لما Eng muhim ustunliklardan biri shuki, islom keng qamrovli dindir. Islom eng oxirgi din. Shuning o'ziyoq uning boshqalardan ustun bo'lishiga kifoya qiladi. Lekin men hozir uning amaliy ustuvorligi haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Islom dinida boshqalarda topilmaydigan universallik bor. E'tiqod, amallar, tartib-qoidalar, odob, axloq jihatidan islom dinidagi universallik boshqa biror dinda yo'q. Yahudiylikda ham, nasroniylikda ham, buddaviylikda ham. Inson shaxs sifatida, oila qurishda, jamiyat va davlat qurilishida, borliq, olam va yaratuvchi zot haqida sog'lom fikr, sog'lom tasavvur hosil qilish uchun suyana oladigan mukammal tartib-qoidalarni faqat islomdagina topa oladi. Ha, islom